Hammaga salom. Bugun biz sizlar bilan Instagram akkauntini o'chirishni o'rganamiz. Birinchi navbatda biz o'zimizni profilimizga kirib olamiz. Ya'ni mana 3 ta tayoqchani bosamiz. Kirganimizda birinchi Account Center degan joyga kiramiz va bundan mana profillar degan joyda meni profilim turibdi. Qaranglar. Hisob sozlamalari degan joy ham bor. O'shandan ikkinchisiga kiramiz. Kirganimizda mana hisobga egalik va nazorat eng oxirgi, ya'ni 3-chisini bosamiz. Ya'ni bu yerda hisobni o'chirish yoki vaqtinchaga o'chirib qo'yish degan joy turibdi, o'shani bosamiz. Mana meni akkauntim chiqdi bu yerda. Buni bosamiz. Qaranglar. Instagram hisobingizni faolsizlashtirish yoki o'chirish degan yozuv chiqyapti. Birinchisida hisobni vaqtinchaga o'chirish, hisobni butunlayga o'chirish degan joy bor. O'shandan birini tanlaymiz va davom ettirishni bosamiz. O'shanda avtomatiski hisobimiz o'chib ketadi. Ikkalasidan qaysi birini tanlasak-da, masalan, birinchisini tanlasak, vaqtinchaga o'chadi. Yana Instagram ochayotganimizda o'sha parolni kiritsak chiqaveradi. Lekin mana bu hisobni o'chirish degan joyiga bosib o'chirsak, bunda hisobimizni qayta tiklay olmaymiz. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Like va kommentlar kutaman.